Assalomu alaykum, aziz gul shaydolari. Bugun men gullarimga variegati yo'q bo'lgan ko'k bargli gullarimga hozir o'sish davri bo'lgani uchun ozuqa bermoqchi edim. Ya'ni kokteyl ozuqa. Kokteyl degani bu bir nechta ozuqalarni yig'indisi aralashtirib beramiz. Videoni ko'p cho'zmayman. Esinglarda qolishi uchun. Xullas, bizga tindirilgan oddiy tozalangan suv, menda ariq suvi kamdan kam keladi. O'shuning uchun bugun ariq suvidan foydalanyapman. Alohida idishga ozgina olib olamiz. Pustoy stakan, yantarniy kislota, keyin limonniy kislota, mana oddiy iste'molga uchun ishlatiladigan limonniy kislota kerak bo'ladi. Keyin bu NPKlar, hozir tushuntiraman. Keyin kalsiya selitra kerak bo'ladi. Xelat jeleza yoki bo'lmasa magniy sulfat. Ikkalasidan bittasi. Lekin hech qachon ikkalasi ham ishlatilmaydi. Men ishlatmaganman, tavsiya ham qilmayman. Bir safar xelat jeleza, bir safar magniy sulfat ishlatsangizlar bo'ladi. Bu xavfsizroq bo'ladi. Ba'zi birovlar tavsiya qilishi mumkin. Kamroq dozada ikkalasidan ham aralashtirish mumkin. Lekin bu endi juda malakasi oshgan gulchilar uchun. Keyin bu mana kaliy fosfat buyog'i endi qaranglar, mana bu 4 talasi NPK deyiladi, ya'ni azot, fosfor, kaliy. Gullar uchun eng asosiy kerak narsalar. Azot bu bo'yin o'sishi uchun bo'lsa, mana kaliy fosfat bu ildizlari yaxshi rivojlanib, tanasi baquvvat bo'lib barglari yiri-yiri bo'lishi uchun, gullashi uchun, gullashga tayyorlashi uchun beriladi. Bu 13-40-13 ozuqamiz. Yaxshi ko'rinmay qolibdi. Bunda azot va kaliy miqdori kam, nisbatan 13% azot, 40% fosfor va 13% kaliy degani, ya'ni bo'yin tez o'stirib yubormaydi. Gulni mustahkam qilib, ildizlarni rivojlantirib, ham bargini qizarishi, gullashiga tayyorgarlik beradigan har tomonlama. Keyin mana bu 20-20-20. Men buni asosan ko'k bargli gullarim uchun foydalanaman. Dalada ham ishlatsa bo'ladi, bu ozuqalarni hammasini ishlatsa bo'ladi, hamma narsaga. Bunda azot, fosfor, kaliy uchalasi ham 20 miqdorda. Buni yana 18 degan variantlari ham bor. Ularni ham ishlatsa bo'laveradi. Farqi yo'q. Keyin bunisi 10-10-40. Teskari yozilib qolibdi. 10-10-40. 10% azot, 10% fosfor va 40% kaliy. Bu gul barglarini qizarishi uchun birinchidan variegatni gullarga yaxshi. Gullayotgan, g'unchalayotgan gullarga yoki gullash qiyin bo'lgan gullarga, xullas gullaydigan gullarga, meva tugadigan narsalarga ishlatiladi. Endi qaranglar. Bu 4 tala komponent ham, ozuqa ham NPK bo'lsa, bularni ishlatganda hammasini birga ishlatish mumkin emas. Bir safar mana kaliy fosfat berilsa, keyingi safar mana variegatni gullar uchun mana shu 13-40-13 ni yarim dozada qo'shaman. 1 litrga 1 gram emas, yarim gramdan qo'shaman. 20-20 ni ko'k, baquvvat, tez o'sadigan, barglari yiri gullar bo'lsa, 1 litrga 1 gram endi 1 litrga 1 gramdan qo'shaman. Buni har zamonda berilaman, doim emas. Bu asosan geran, kitayskiy roza, jasmin, mana shunaqa gullarga, gullaydigan gullar uchun ishlatiladi. Kamdan kam beriladi, lekin berib turish kerak. Birinchi solib olamiz oddiy suvga. Alohida o'lchashni unutmang. Demak, tarasini olamiz. 10 litrga 10 gram solishimiz kerak. Kichkina qoshiqda mana. Ko'rdingizlar? Bu 6 gram chiqdi. Ay.
Mana 10 gram, plus minus 10 gram. Buni yaxshilab eritib olishimiz kerak. Buni yaxshilab eritmaguncha общий suvga qo'shish mumkin emas, chunki tagida cho'kma qolishi mumkin. Bu degani keyin tuz qoladi va bu tuzlar gul tuvayning ustida gruntda yig'ilib tuz hosil bo'ladi. Mana kalsiy selitrani eritib oldim. Endi buni solaman. Keyin yana yangidan suv olaman. Bunga endi yana 10 gram limonli kislota solaman. Yo'q, 5 gram solaman. Endi qolgan hammasini bitta idishga eritib olsak bo'ladi. Endi alohida eritish shart emas. Faqat bitta ozuqani solamiz, limonli kislotani soldik, shuni yaxshilab eritgandan keyin yantanli kislotani solsak bo'ladi. Video tezlashishi uchun mana 2 gram yantanli kislota oldim. Limonli kislota ponni erigandan keyin yantarmaga kislotani eritib olamiz. Buni ham yaxshilab eritib olish kerak oldin. Yantanli kislotani eritib oldim. Endi 10 litrga 5 gram xelat jeleza solamiz. Bu profilaktika uchun, kasallangan emas, xloroz yo'q. O'shaning uchun 10 litrga 10 gram solish shart emas. Agar xloroz kasalligi bo'lsa, unda 10 litrga 10 gram solish kerak bo'ladi. Menda hozir profilaktika bo'lgani uchun 5 gram, ya'ni 1 litrga yarim gram solinadi. Xelat jelezani 6% ishlatasizlar. Qaranglar, 13% bozorda berishi mumkin. 13% hech qachon olmanglar, umuman ta'sir qilmaydi. Qaytanga minusga, zararga ishlaydi. Mana xelat jelezani eritib olgan bo'lsam, endi men bugun 20 qo'shaman, chunki ko'k barglar uchun. Agar variegatni bo'lganda mana shu aralashmaga men 13-40-13 ni 5 gram solgan bo'lardim. Hozir 10 gram solaman. Mana tarasi olindi. Demak, endi bundan 10 gram olamiz. Ozgina plus minus 1-2 gram zarar yo'q. Yaxshilab aralashtiramiz. Buni yaxshilab eritib olgandan keyin 10 litr suvga solib yaxshilab aralashtiramiz. Qaranglar, agar bu safar 20 qo'shilgan bo'lsa, kelasi safar siz faqat monokaliy fosfat berishingiz mumkin. Tushundingizmi? Bu har 15 kunda bir marotaba zo'r o'suv paytida 15-20 kunda bir marta bersa bo'ladi. Endi oyda bersa ham bo'ladi. U o'zingizni gulingiz o'sishiga bog'liq. Gul boqib turgan odam o'zi regirovka qilib oladi. Menda tez o'syapti, lekin shunda ham bir oyda bir marta beryapman. Keyin gullatishni xohlasangiz, bir safar monokaliy fosfat berasiz, bir safar 10-10-40 berasiz. Hech qachon 13-40-13 yoki 20-20 bermaysiz gullatishni xohlagan gullaringizga. Azot umuman mumkin emas. Endi qaranglar, foydalarini aytaman. Limonli kislota bu suv ishkorini to'g'irlaydi, gulning immunitetini ko'taradi, kasalliklarga chidamli qiladi. Bu ildiz qo'zg'atuvchi, yantanli kislota va stressdan chiqaruvchi vazifasini bajaradi. Bu xloroz gulning immunitetini ko'taradi, xlorozni davolaydi. Xelat jeleza barglariga ko'k yashillik beradi. Limonli kislota ham shunaqa. Keyin kalsiy selitra bu gulning hujayralarini baquvvat qiladi. Xuddi odamda qon tomirlari mustahkam bo'lgandek, gulda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Bargining uchini sarg'ayishlari, barg sarg'ayishlari kamayadi. Uji sarg'ayganni davolamaydi. Sarg'aygan bo'lsa, keyingi barglarini davolaydi, ya'ni keyingi chiqadigan, ochadigan barglar shunaqa bo'lmaydi. Monokaliy fosfat bu boya tushuntirib o'tdim. Menimcha hamma dorini foydalarini aytdim. Shunaqa rangga kirib qoldi. Endi shuni общий suvga solamiz. Yaxshilab aralashtirib. O'zaro narsa kerak ekan. Xullas, yaxshilab aralashtiramizda. Gullarimiz grunti nam bo'lishi kerak.
ozuqa quygan paytimizda qurib qaqshab yotgan gruntga hech qachon ozuqa bermanglar. Oldin namlab olasiz. Mana masalan, bu hozirdan kecha suv berilgan, hozirdan shunga ozuqa bersa bo'ladi. Lekin qurib yotgan gulga ozuqa berish shart emas. Bu oldin olgan suvimiz. Mana shu suvni endi men hozir gullarimga berib olaman. Video cho'zilib ketdi. Tushunmagan narsalaringiz bo'lsa, savol tariqasida kommentariyada yozishlaringiz mumkin. Bu dorimiz kokteyl, o'stiruvchi, rivojlantiruvchi va sog'lomlashtiruvchi kokteyl hisoblanadi. Hammaga katta rahmat, sog' salomat bo'linglar. Hali oldimizda har xil ozuqalarni ko'rsatib boraman. Ular bunday olib qaraganda hech qanday qiyinchiligi yo'q, eng arzon dorilar. Hammani guli unib o'ssin, sog' salomat bo'linglar. Hammaga katta rahmat.